YouTube'da ko'p videolar shuv-shuvli kadrlar va haqiqatga mos kelmaydigan tasvirlar bilan to'la. Bu videoda esa siz bunday kadrlarni ko'rmaysiz. Chunki bizning maqsadimiz ko'zni chalg'itish emas, balki aniq va tekshirilgan ma'lumotni yetkazish. Bu fon tasodifiy tanlanmagan. U sizni chalg'itmasligi uchun, e'tiboringiz faqat mazmunga qaratilishi uchun ishlatilgan. Agar siz yolg'on kadrlar emas, balki real tahlil izlayotgan bo'lsangiz, siz to'g'ri joydasiz. Assalomu alaykum. Siz Dunyo nigohi kanalidasiz. Bugungi videoda dunyodagi eng keskin siyosiy jarayonlarni tahlil qilamiz. Hozirgi voqealar shuni ko'rsatmoqdaki, urush faqat frontda emas, diplomatiya va iqtisodiy maydonda ham davom etmoqda. Bugun siz bilan 6 ta asosiy mavzuni ko'rib chiqamiz. Birinchidan, AQSh Kiyevning yangi rejalaridan dahshatga tushgani va buni ayrim amaldorlar aqldan ozish deb baholayotgani haqida gapiramiz. Ikkinchidan, G'arb Zelenskiyni nima uchun qo'llab-quvvatlayotgani va bu mojarodan kimlar foyda ko'rayotgani haqida keskin fikrlar tarqalmoqda. Uchinchidan, Yevropa Rossiya tahdidi mavzusini nega kuchaytirayotgani va bu orqali qanday iqtisodiy maqsadlar ko'zlanayotgani haqida gapiramiz. To'rtinchidan, Rossiya armiyasining HIMARS tizimlariga qarshi yangi toping va yo'q qiling taktikasiga o'tganini tahlil qilamiz. Beshinchidan, AQShdagi tahlilchilar Rossiya maxsus operatsiyaning yangi bosqichini boshlaganini aytmoqda va bu urushning yakuniga qanday ta'sir qilishini ko'rib chiqamiz. Oltinchidan esa Qozog'iston YOI doirasida Rossiyaga qarshi iqtisodiy yo'nalishga o'tayaptimi yoki yo'q, shu haqdagi shov-shuvli ma'lumotlarni tahlil qilamiz. Demak, boshladik. Birinchi mavzu. Ular aqldan ozishdi. AQSh Kiyev rejalaridan shokda. Amerika armiyasining iste'fodagi podpolkovniki Daniel Davis Ukrainadagi vaziyat bo'yicha keskin fikr bildirdi. Uning aytishicha, Ukraina urushni davom ettirayotgan sari bu faqat Rossiyaning foydasiga ishlamoqda. Davisning ta'kidlashicha, Rossiya texnologik va harbiy ustunlikka ega va bu ustunlik sharoitida Ukrainadagi qarshilik tobora ma'nosiz bo'lib bormoqda. U shunday degan: Rossiyaga zarar yetkazish uchun butun Ukraina avlodini yo'qotish va mamlakatni butunlay vayron qilish kerak bo'ladi. Bu esa axloqiy jihatdan ham, insoniy jihatdan ham qabul qilib bo'lmagan holat. Podpolkovnikning fikricha, G'arb urush natijasini o'zgartira olmaydi va urush davom etursa, Ukraina yanada ko'proq hududlardan ayrilishi mumkin. Shu fonda Abu Dabida Rossiya, AQSh va Ukraina delegatsiyalari orasida yopiq muzokaralar ham bo'lib o'tgan. Ammo hozircha natijalar ommaga oshkor qilinmagan. Bu esa shuni ko'rsatadiki, urush taqdiri bo'yicha muzokaralar kuchaymoqda. Ikkinchi mavzu. Ruslar g'alaba qozonadi. G'arb Zelenskiy atrofida reja tuzayaptimi? Sobiq Markaziy razvedka boshqarmasi tahlilchisi Larry Johnson G'arbning Zelenskiyga bo'lgan munosabati haqida keskin fikr bildirdi. Uning aytishicha, G'arb Zelenskiyni aslida Rossiya bilan mojarodan foyda olish uchun qo'llab-quvvatlaydi. Johnson ta'kidlaydiki, bu mojaro hududlar uchun emas, balki NATOni Rossiya chegaralaridan uzoqroq tutish uchun boshlangan. Uning fikricha, G'arb Ukrainadan qo'g'irchoq sifatida foydalanishni xohlagan. Ammo bu reja muvaffaqiyatsizlikka uchradi va Ukraina ichidagi falokat tobora chuqurlashmoqda. Johnsonning eng keskin xulosasi esa shunday: Zelenskiy hokimiyatda qolayotgan ekan, G'arb uni qo'llab-quvvatlaydi. Chunki bu mojaroda katta pur aylanmoqda. Va uning fikricha, oxir-oqibat Rossiya baribir ustun keladi. Bu fikrlar G'arbning o'zida ham urushga nisbatan qarashlar bo'linayotganini ko'rsatadi. Ikkinchi mavzu. Haqiqiy tahdid. Yevropa nega Rossiya qo'rquvini kuchaytiryapti? Massachusetts universiteti professori Richard Wolf Yevropadagi siyosiy jarayonlar haqida qiziqarli fikr bildirdi. Uning aytishicha, Yevropa ittifoqi aholiga Rossiyani haqiqiy tahdid sifatida ko'rsatishga harakat qilmoqda. Professorning fikricha, bu qo'rquv siyosatining ortida iqtisodiy manfaatlar bor. Ya'ni ijtimoiy jamg'armalardagi pullarni armiya qurish va texnologik taraqqiyotga yo'naltirish. Wolfning aytishicha, Yevropa yuqori texnologiyalar bo'yicha ortda qolmoqda va kelasi 10 yil ichida ularga ikki yo'nalishda katta mablag' kerak bo'ladi.
armiya va texnologik taraqqiyot. Ammo Yevropa davlatlari o'zaro kelisha olmayapti. Muzlatilgan Rossiya aktivlaridan foydalanish masalasida ham birlik yo'q. Shu sababli professor fikricha, Rossiya tahdidi mavzusi kuchaytirilib, jamoatchilik fikri manipulyatsiya qilinmoqda. Shu fonda Rossiya rasmiylari esa NATOga hujum qilish rejalari yo'qligini bir necha marotaba aytganlar. Bu mavzu Yevropada katta siyosiy bahslarni keltirib chiqarishi mumkin. 4-mavzu. Toping va yo'q qiling. Rossiya HIMARSga qarshi yangi taktika qo'llayaptimi? Britaniyalik harbiy tahlilchi Alexander Merkuris Rossiya armiyasining HIMARS tizimlarida qarshi kurashda kuchayganini aytmoqda. Uning fikricha, Ukraina dronlardan kamroq foydalanib, HIMARS raketalarini ko'proq ishga solmoqda. Ammo bu holat Rossiyaga yangi imkoniyat yaratgan. Kuzatish, aniqlash va tez yo'q qilish. Merkuris yaqinda bir necha soat ichida 6 ta HIMARS tizimi yo'q qilingani haqida ham gapirgan. Bu taktikani u toping va yo'q qiling deb ataydi. Va agar bu usul davom etsa, Ukraina armiyasi uchun bu katta yo'qotish bo'lishi mumkin. Shu bilan birga Rossiya Mudofaa vazirligi so'nggi 24 soat ichida Xarkov mamlakatidagi Chugunyevka qishlog'i nazoratga olinganini bildirgan. Frontdagi texnologik urush tobora kuchaymoqda. 5-mavzu. Hammasi tugaydi. Rossiya operatsiyaning yangi bosqichiga o'tdimi? Harbiy tahlilchi va sobiq razvedka odami Scott Ritter urush haqida yana bir keskin fikr bildirdi. Uning aytishicha, urushni tugatishning eng tez yo'li Kiyevning taslim bo'lishidir. Ritter Trumpning maqsadi Ukrainani g'alaba qildirish emas, balki urushni tezroq tugatish bo'lishi mumkin. Shu sababli uning fikricha, Trump Ukrainadan hududiy imtiyozlarni qabul qilishni kutgan, ammo Kiyev rozi bo'lmagan. Ritterga ko'ra, Rossiya endi maxsus operatsiyaning yangi bosqichiga o'tgan. Maqsad Kiyevni shartsiz taslim bo'lishga majburlash. Uning fikricha, Rossiya infrastrukturani ishdan chiqarish orqali Ukrainani tarmoqdan uzishga harakat qilmoqda. Ritter hatto G'arbiy Ukraina ham keyingi bosqichda post ostida qolishi mumkinligini aytib, hammasi tugaydi deya ogohlantirgan. Bu bayonotlar urushning yangi bosqichi boshlanayotganini ko'rsatishi mumkin. 6-mavzu. Qozog'iston YOIni zaflashtiryaptimi va Rossiyaga qarshi iqtisodiy front ochdimi? Ovada shov-shuvli tahliliy ma'lumotlar tarqaldi. Polit Navigator nashrida chop etilgan maqolaga ko'ra, Qozog'iston YOI doirasida Rossiya bilan iqtisodiy masofani oshirishga harakat qilmoqda. Maqolada aytilishicha, Qozog'iston Rossiya va Belarus texnikalari uchun qayta ishlash to'lovini keskin oshirishni rejalashtirmoqda. Bu esa amalda taqiqlovchi boj bo'lishi mumkin. Qiziq tomoni shundaki, bu cheklovlar AQSh yoki Yevropa mahsulotlariga taalluqli emasligi aytilmoqda. Bu esa Markaziy Osiyoda G'arb uchun yangi iqtisodiy yo'lak ochilayotganini ko'rsatishi mumkin. Shuningdek, Tokayev 13 milliard dollarlik shubhali pul o'tkazmalar haqida gapirib, tekshiruv boshlanganini ma'lum qilgan. Tahlilchilarga ko'ra, bu jarayon Rossiya bilan aloqalarni tizimli cheklashning boshlanishi bo'lishi mumkin. Bu mavzu Markaziy Osiyo siyosatida ham yangi bosqich boshlanishini anglatishi ehtimol. Yakuniy xulosa. Xulosa shuki, bugun dunyoda eng katta urush faqat qurol bilan emas, axborot, iqtisod va siyosat orqali ham olib borilmoqda. AQSh va G'arb ichida urushga bo'lgan qarashlar o'zgarayotgan bo'lishi mumkin. Rossiya esa frontdagi bosimni kuchaytirayotgani haqidagi signal tobora ko'paymoqda. Eng qiziq tomoni, bu jarayonlar nafaqat Ukraina, balki butun Yevropa va Markaziy Osiyo taqdiriga ham ta'sir qilishi mumkin. Agar siz dunyodagi eng muhim voqealarni real tahlil bilan bilib borishni istasangiz, Dunyo nigohi kanaliga obuna bo'ling. Like bosing va fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Sizningcha urush qaysi tomonga ketayapti? Keyingi videoda Abu Dabidagi yopiq muzokaralar ortidagi asl maqsadni ochib beramiz.